Skoda bitta bak zapravkasi bilan почти 3000 km yurib rekord qo'ydi. Kobaltda chexiyalik akasi bo'lma Skoda super jahon rekordini qo'ydi. Bitta zapravka bilan 2873 km masofa yo'l yurib Guinnesslar kitobiga kirdi. Endi shu paytda elektromobillar esga tushadi. Ular shu batareyka va gibridlari bilan atiga 1500 km masofaga chiqishdi xolos. Yetmaganiga vahima, mana biz mashinalarimiz shuncha yo'l yuradi deb chiqishadi. Aslida o'zi musor paqiri bular. Endi bu qanaqa Skoda degan insonlar uchun ma'lumotcha bu oddiy Skoda yangi salondan sotib olingan, shu sinov uchun ozgina pasaytirilgan, shamol qarshiligini kamaytirish uchun va rezinalar ham shu shamolga qarshidan qo'yilgan xolos. Qolgan joyga umuman tegilmagan. Haydovchiga keladigan bo'lsak, 2025-yilgi ralli chempioni, o'zbekchasiga aytadigan bo'lsak, professional damaschi. Hazil albatta. Shu joyga Gentra esga tushadi. 100 km ga 15 ta benzin ichadigan Gentrani fanatlari tanlovni o'zgartirish vaqti kelmadimikan?